Assalamu alaykum, naqshi muzik xumar qeyrindoshlar. Diqqatingizga o'tgan asrning 30-yillardan boshlab sahnalarimizni jonlantirgan, o'zining rol elishdagi yetuk mahorati, talanti, ovozning jarangliqligi bilan shuhrat qozonib, elning hurmatiga erishgan atoqli drama artisti, mashhur xalq naqshchisi Abduvali Jarlayev akaning naqshlaridan o'rnaklarni taqdim qildik. Abduvali Jarlayev aka o'zidan ilgari o'tgan Rushidinkam, Jalanboyvachcha, Hasan Tambur, Axtiyop Haji, Saudkan Bidik, Jani Yo'ldashev qatorliq ustozlarning ili xalq naqshlarini o'rinlashidagi an'analarga varislik qilib, o'ziga xos uslub yaratgan xalq naqshchisi. Abduvali Jarlayev akaning naqshlariga ayni yillarla elining dangliq naqshi muzik peshvosi Hasan Tambur Abduvalining naqshlaridan jili yuzi, turpan yuzlardan harva haydab keladigan dehqonlarning naqshisining puruqi keladi deb baho bergan edi. Atoqliq muzik tadqiqotchimiz Musa Jarozi Abduvali akaning naqshlarida ota bovularimizning qadimiy naqsh etish uslubi saqlangan deydi. Mana bu ikki davrdagi nopozliq ikki san'at arbobining Abduvali Jarlayev naqshlariga bergan bahosi. Abduvali Jarlayev aka nurg'un xalq naqshlarini bizgacha yetkazib keldi. İli xalq naqshlarini yurishlashtirib aytish, naqshlarga tekst tanlab selish, naqshlarimizdagi qadimiy sap, pokiz, sadda, sahro puroqlarini saqlab qolish jihatda uning o'chmas to'xtallari bor. Oblizxon Mahmud, Qurbon Umar, G'iyosiddin Barat, Davudjon Nosir, Obliz Shokir qatorliq talantli naqshchilarimiz uning ta'siriga uchirgan, uni ustoz tutib xalq naqshlarini o'rgangan. Abduvali Jarlayev akaning naqshlaridan ota-bovularimizning g'azab nafrat, hasrat nadomat, sevgi muhabbatga to'lgan tiniqlari, Sodir Palvon, Nozugum, ilohun ko'k ko'zlarning qadam tevishi anglangandek bo'ladi. Uning naqshlaridan chanqig'anlarga ussizlik, harg'anlarga aram, dardmanlarga tasalli, muzlagan qalblarga illiqlik yetadi. Abduvali Jarlayev aka 1998-yili 17-oktyabrda 89 yoshida aramizdan ketdi. Marhumning tavarruk naqshlari ilingan bu lenta bizning ko'ngil qo'yib anglashimizga, xotir qilib saqlab qo'yishimizga arziydi. Hakikaten de vakti benim rolum drama artisti bugün. Garip senemde, Parhaz şehrinde, Leyli Mecnun'da, Kallık'ta, Gunçem'de, mesela böyle ağzında yığında drama kitaplardan hesaplaşka vakti 40 drama kitabının başı oldu. Bizim merhum dedem Abduvali Jarlayev to'g'ilganligining 100 yillığı. Şu münasebet bilan bolalar maslahatlashib dadam aytgan bir qism naqshlardan bir DVD lensini ishlab ko'pchilikka sovg'a qilishni loyiq ko'rdik. Ko'pchilikning yaxshi ko'rib ko'rishini umid qilamiz.
Merhum akımız Abdüveli Carullayev'nin bir yıl tuğulğanlığının 100 yıllığı oldu. Biz Abdüvelikam bilen fakirlenimiz, Abdüvelikam bizning g'ururimiz. Abdüvelikamdan ibaret moşundak bir erbabimizning bo'lishi, talant egisining bo'lishi bizning millatimizning tarixida bo'shliqni to'ldirib mangan bir iz. Rahmani hazir eyledi berbayet. Bir kulağa jığlap eyledim feryayet Mevlana'm. Akil serdayım aman tağlarını berhat vay ellemme o ferhat kebi şirin canı kırar mayay. Neylayım ben şul yarimden ayrıldım. Neylayım ben şul yarimden
vay ellenme. Sensiz endi bulbul nale kıllar mı? Akılgan düştü hasret dillen başıma. Akılgan düştü hasret dillen başıma. Haber etmem ağı çeşti aşıma. Ağırıp durman hiç kim gelmez karşıma. Vay ellemme. Hürmetlik mehmanlar, bugün bir kısım peshqadamlar, tarixning shohidlari bir yerga jam bo'lib, bizning mashhur tarixiy shaxsi san'atkorimiz Abduvali Jarullayevning tug'ilgan kunining 100 yilligini xotirlayotimiz. Gerçi bu sel kechikkan bo'lsa-mu, buning ahamiyati tarixdan, hozirdan, kelgusidan qaraganda intayin yuqori qimmatga ega. Oldi bilan bu bir tarixiy yodikorlik. İkinchisi san'at qimmatiga. Uchinchi ilim naqshlarining yurishlik ilmiy qimmatiga. To'rtinchisi ili rayondagi va avtonom rayondagi bir qism san'at faoliyatlarining umumiy qimmatiga. Shuningdek, avlodlar qoldirilgan tarixiy yodnoma qimmatiga ega. Abduvali akamning naqshlari yalnız o'ziga vakillik qilmasdan butun ili rayonning san'atining taraqqiyotiga ham rivojga hem şu davrda o'tgan san'atkorlarning bir butun hayotiga vakillik qilgan intayin sharafli, shonli hem san'atli hayot. Yaqinqi yillardan beri biz özümüzün tarixda o'tgan hem hozir yashayotgan kishilarimizning eslaydigan, ularning to'hfasini qadrlaydigan yangi bir kayfiyat barlık gelmekte. Bu xalqimizning o'zining qadrli kishilarini qadrlaydiganliginin yuqori avjiga ko'tarilayotganligini isbotlaydi. Sababi qadrliklarni qadrlamaganda o'zimiz qadrsiz bo'lib qolamiz. Qadrli kishilarimiz, to'hfikorlarimiz tarixda mangu hayot. Ularning avlodlariga ham biz mushu ruhni, mushu hozirgi zamondagi davomlashayotgan bir ma'naviy boylikni avlod davomlashtirishga tilakdoshmiz. Uzak
Mal kişinin fikrine sadık ol hamımın. Dilim benim babiden açtın sen davayı. Yoluşumuzda kaydık gelip derdinken tam. Bu payasız kenzinden intizar sana. Yoluşumuzda kaydık gelip derdinken bu payasız kenzinden intizar sana. Turmuşun etken vaktida Abdülhakim naiti pakiz, addi saddi, naiti hoşyar Türkiye'ye eden. Bizlerge yaxşı təlim tərbiyələri biletdi. G'erib senemden kallıkta olsun, kunçem olsun, müştah naiti yaxşı rollarını ilip, müştah bu kegen. Abdülhakim boşu arkalık özünün təsirini sındırıp, xalqını razı qilib kelgan adamның birisi.